Sahnani eni 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 metr. Sahnani uzunligi do'stlar 40 metr. O'sha 5,5 metrga 40 metr joy leksanli naves qilib berilgan. Bu nima uchun do'stlar? Quyoshning nurini o'tkazadi, lekin ultrabinafsha nurni o'tkazmaydi, yozda issiq bo'lib ketmaydi. Yomg'ir yoqqanda dang'ir-dung'ir bo'lmaydi. Do'stlar chiroyli chiqqaniga maza qildim o'zim, uyda remontiga, qurilishiga rosa yarashibdi. Hatto do'stlar buni qirmalarini, stoykalarini ham lazerdan gulli qilib 1.8 do'stlar lislar qilingan. Bundan tashqari mana 6 ga 4 profillar, 3 yil garantiyali kraskalar bo'ladi. Zoom tomoni do'stlar, qaranglar buni. Ustasi o'zi olib kelargan, o'rnatarkan temiri, kraskasi, svarkasi hamma yo'g'i ichida bo'lib turib, 1 kvadrati 500 ming so'mdan bitgan. Joyda egasi pul berib xolos. Leksanli qildirmoqchi bo'lsangiz, 400 mingdan 700 ming so'mgacha. Agar buni shumkali varianti bor. Fanera, stiklovati, tevasturika bo'ladi, bu shumkali bo'ladi. U 300 ming so'mdan 400 ming so'mgacha O'zbekistonda 12 ta viloyatdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Siz qildirmoqchi bo'lgan joyingiz darvozaxonami yoki navesmi, nechiga necha yozib keting kommentariyada, esingizdan chiqmasin.